Ushbu 87 metr kvadratni tashkil etadigan kvartiramiz mansarda turidagi kvartira hisoblanadi, ya'ni oxirgi etaj. Kuzatuvchilarimiz orasida aynan mana shu turdagi kvartiralarda yashaydiganlar bo'lsa kerak yoki yashaganlar plus va minuslarni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Endi esa obzorimizni boshlaymiz. 87 metr kvadratlik 3 xonali kvartiramizni mehmonxonasida turibmiz. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli oppoq mebellar qilingan, Yevroremont, televizor kattagina o'rnatib qo'yganlar. Keling, qolgan xonalarimiz bilan tanishib o'tamiz. Mana bu bizda prixoshkamiz bo'lyapti. Kirib kelish eshigi emas, prixoshka mebel, oyna qo'yilgan. Keling, birinchi sanuzelni ko'rib o'tamiz va davom etamiz. Umumiy sanuzel kir mashinalari bilan birgalikda qo'yilgan. Bu tomonda esa qolgan xonalarimiz joylashgan. Marhamat. Endi yotoqxonamizni ko'ramiz. Kvartiramiz Samarqand shahri vokzal hududida 48-maktabning yonida yoki Med Expert klinikasining ro'parasida joylashgan. Xo'p, to'liqligicha kvartiramiz duxkontrli kotel yordamida isitib beriladi. Mana bu bizda oshxona, stolova zonamiz bo'lyapti. Bemalol shu yerda ovqatlanib, shu yerda tayyorlasangiz bo'ladi. Duxkontrli kotel yordamida radiator, issiqlik radiatorlari yordamida isitib beriladi. Va kvartiramizning oxirgi 3-xonasi bolajonimiz uchun bir kishilik sharoit qilingan bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Xo'p, kvartiramiz sizga yoqdimi? Narxini $65,000 so'rayaptilar. Albatta kelishtirib beriladi.